Asalom, bizda keyingi mashinamiz Captiva mashinasi. Mashinamiz 3.2 motor, 5 talik korobkada. Mashinaga muammosi hozir perdacha yo'q. Speedometrlar ham ishlamay qolgan. Ko'rishga mumkin, mashina qo'zg'alishda ham faqatgina 4-perdachada o'tib qolgan. Reaksiya umuman yo'q mashina. Mana hozir ustira qilamiz birgalikda. Mana hozir mashinamizni olib kirdik. Ko'rishga mumkin, sama saboy diagnostikaga yondashamiz. Diagnostikada mana ko'rishlar mumkin, vходной val, ya'ni korobkaga kirish obоротlarini ko'rib turibdi. Hozir переключениеga qo'yganimizda chiqish, ya'ni o'sha obоротlar korobkaga chiqishi kerak. Bu yo'q bilan teng qismda ishlash kerak bo'ladi. Ya'ni korobkadan kirayotgan tezlik oyoqlarga, kolosaga chiqazishni ham birgalikda ko'rish kerak bo'ladi. Mana hozir reja qo'yildi. 0 ga tushadi. Endi yuvorganimizda bu bilan ikkalasi barobar ishlash kerak. Ya'ni kirish bilan chiqishni teng taqsimda ko'rish kerak. To'g'ri, perdachani aniqlash uchun. Shuning uchun hozir avariya rejimda 4-perdachada qolib ketgan mashinamiz mana. Zadniga olamiz. Ko'rishlar mumkin mana. Kirishni ko'ryapti, lekin chiqishda umuman signal yo'q. Endi oldinga olamiz mashinani. Mana ko'rishlar mumkin. Kirishga bor, lekin chiqishda yo'q. Nima qilamiz? Birinchi o'chirda datchik va provodkalarni, kompyuterlarni tekshirib ko'ramiz. To kompyuterda pitaniya datchikka boryaptimi yo'qmi, shularni tekshirib o'tamiz. Mana ko'rishingiz mumkin, Captiva mashinamizdan to'liq olib bitdi. Egalariga ishlarni cho'tki qilib olib bordik. Mana hozir birinchi perdachada mashinamiz. Mana входной val, ya'ni kirishni sanab turibdi. Bu yoqda chiqishdi. Yurish boshlaganda mana ravga qo'yildi. O'sha yurishni ham sanay boshladi mana yurish. O'sha bu holatda mashinamiz o'zidan chiqayotgan obоротga qarab perdacha tanlay oladi. Ya'ni avariya rejimga tushmaydi. 1, 2, 3, 4 postupeniy perdachalarni o'tkazib olib boradi. Bu yoqda motor korobkalarga ham programmalar qilingan. Ko'rishingiz mumkin, yana o'sha bizda limitlarni o'chirib berganmizda gaz ko'tarishlarga e'tibor berasizlar. Mashina o'ta dahshat bo'ldi. Gaziga, benzinga cho'tki qilib moslashtirib berdik. Mashinamizdagi ishlashlari realni diagnoz asosida ish olib borildi egalariga. Bo'lmasa tashxislar yuzasidan egasiga korobka zamina degan tashxis qo'yilgan ekan. Lekin oddiy muammosi avtomat korobkaning miyasidan chiqdi. Narigi datchiklarni tekshiruvdik, provodkalari zamkir qilib yopishib qolgan ekan, o'sha hisobga miyani urib qo'ygan ekan. Miyalar to'liq alishda programmalarni qilib, villarni kiritib egalarga cho'tki berdik. Hozir yurishiga ahamiyat berasizlar, даже 2 soat qilib qo'yadigan bu mashinamiz. Uy. Juda dahshat bo'ldi yurishlari. Kimga shunday realni diagnoz asosida ish olib borish kerak bo'ladigan bo'lsa, mashinamizga любой xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol chiqishingiz mumkin. Sizlar bilan birgalikda Captiva servis Buxoro.